Ilgarigi paytlarda chiroq o'chib qolganda biz ota-bobolarimiz chiqib turib stabbadan boshqa zaxira liniyalariga yo bo'lmasa generator yoqib turib uni qo'lda boshqa liniyaga переключение berishgan va uni qaytayotganda yana boshqatdan o'ziga qo'lda olib o'chirib yurishgan. Zamon talabiga ko'ra hozirgi paytda bu narsani hozir avtomatlashtiryapti. Uni qanday qilishimiz kerak? Ko'pincha buni AVRlar qiladi. Katta monoblokli AVRlarimiz bor, kontaktorli AVRlar bor. Zamon talabi bilan kichkina mini AVRlar kerak bo'lyapti. ATS sistemalarga boshqasiga bu narsa generatorlar kerak bo'ladi, bu narsa UPSlar kerak bo'ladi. Bu zaxira liniyalari uchun ham kerak bo'ladi. Aynan shu uchun Nura kompaniyasidan yangi mahsulotlar taqdim etilmoqda. Ushbu mahsulotlar joyiga va talablarga kelib chiqqan holatda har xil bo'lishi mumkin. Bu 2 polis, 4 polis yoki 3 polis yoki 63 gabaritli, 125 gabaritli bo'lishi mumkin. Va siz nimani qanday o'tkazmoqchiligingizga qarab turib, uni tanlash mumkin. Agar sizda bir fazali liniyangiz bo'layotgan bo'lsa, sizda rezerv liniyasi ham bor bo'lsa, sizga 2 polisni liniyaga переключение qiladigan ATSlarni taqdim qilamiz. Bu narsada alohida urg'u berib o'tishimiz kerak. 0 ni ham переключение berishingiz shart. Ko'pchilik holatlarda 0 переключение bermaydi va bu juda katta xatolik. Agar siz 0 liniyasini переключение bermasangiz, bu напряжениеңiz juda tushib ketishiga yo bo'lmasa ikkinchi transformator orqali 0 aylanib yoki remont holatlarida напряжение paydo bo'lishiga olib keladi. Agar siz 0 ga ham переключение bermasangiz, liniyadagi kuchlanish juda tushib ketishi mumkin va sizning qurilmalaringiz ishlamasligi mumkin. Hatto bunda stabilizator ham himoya qila olmaydi. Sizning liniyangiz 380 da bo'ladigan bo'lsa, sizda 3 va 4 polisli AVRlar mavjud. Ana shulardan foydalanish mumkin. Xuddi uni ham faza va nollarni переключение qilish imkoniyatlari mavjud. Undan tashqari sizda zaxira liniyangizda generator bo'ladigan bo'lsa, uni zaxiradan boshqarish ATS funksiyasiga ega bo'lgan AVRlar ham mavjud. Ushbu AVRlarimiz 2, 3 va 4 polisda bo'ladi. Ushbu turdagi AVRlarimiz 2 turga bo'linadi. Bu 63 gabaritligi va 125 gabaritligi. Ushbu AVRlar avtomatik va qo'l boshqaruv tizimlariga ega. Ushbu turdagi AVRlar past kuchlanishli liniyalarda tavsiya etilmaydi. Agarda past kuchlanishli liniyalarda ishlatilgan bo'lsangiz, bundan oldin bitta stabilizator turishi kerak. Ushbu mahsulotlarni Nura Group rasmiy do'konlaridan O'zbekiston bo'yicha xarid qilishingiz mumkin.